Assalomu alaykum. Xo'p, bu videoda sizlar bilan coinlarga investitsiya qilishlik haqida gaplashamiz. Investitsiya qilishlik tartiblari qanday bo'ladi? Ya'ni bizdan nimalar talab qilinadi? Birinchi o'rinda shu savolga javob berib o'taman. Xo'p, sizlarga qisqacha tushuntiraman. Investitsiya deganda biz hayollarda million dollarlarni o'tkazishimiz kerak emas. Ya'ni investitsiya qilayotganda birinchi etaplari, birinchi qadamlar oddiy telefondan va bitta dasturni o'zidan boshlanadi. Ya'ni kimdirlar aytishligi mumkin, investitsiya uchun qanaqadir sovuq hamyonlardan, ya'ni walletlarda saqlashligimiz kerak coinlarni deb. Yo'q, bizga bitta birjani o'zi kifoya qiladi. Ya'ni million dollargacha bitta birjani o'zidan foydalansak bo'ladi. Va birinchi qadamlar, ya'ni coinlarga investitsiya qilishlik jarayonlari qanday bo'ladi va ularni analiz qilishlik tartiblari qanday bo'ladi degan savolga men qisqacha javob beraman. Ya'ni birinchi o'rinda biz coinlarni analiz qilayotganda texnik holatiga bir e'tibor qilamiz va asosiysi fundamentalniy analiz qilishligimiz kerak. Hech qachon texnik analiz qilib investitsiya qilinmaydi. Albatta fundamentalniy u loyiha kimlar bilan hamkorlik qiladi va yaqin vaqtlarda, yaqin yillarda kimlar bilan birga hamkorlik qilmoqchi va kimlar bilan hamkorlikni to'xtatmoqchi. Mana shu holatlarga e'tibor qilishligimiz kerak. Investitsiya bizga 1 oylik, 2-3 oylik yoki 6 oylik natija emas. Bizga yillar davomida foyda keltirishlik kerak. Ya'ni biz 1 yilni, 2-3 yil, 5 yilni plan qilyapmizmi? Albatta u loyihani yaqin 5 yilligini analiz qilishligimiz kerak va avvalgi yillarni ham analiz qilishligimiz kerak. Va investitsiya qilishlik tartiblari, misol uchun bitta loyihani oldik, aytaylik, Sui coin'ini oldik. Hozirgi taxminiy narxi $1,5 va yaqin vaqtlarda fundamental analizdan keyin hech qanaqa bu coinga salbiy ta'sir qiladigan yengilliklar yo'q. Xo'p, bozor yaxshi holatda. Ya'ni investitsiya qilsa arziydi. Va bu Sui coin'iga ajratayotgan bizani depozitimiz $1000. Xo'p, $1000 qay tartibda sotib olishligimiz kerak desanglar, aynan hozirgi $1,5 narxida $500 investitsiya qilamiz. Va keyingi tushish narxini aniqlab qo'yishligimiz kerak. Va bu texnik tomonlama bo'ladi yoki fundamentalniy tomonlama bo'ladi va bu bir necha oy vaqt olishligi mumkin. Ya'ni tushishlik yoki chiqishligi. Ya'ni nima demoqchiman? Aynan bir loyihaga investitsiya qilmoqchimizmi? Bir narxidan olib bo'ldi. Biz bu loyihadan 100% yoki 200% take profit olamiz. Ya'ni foyda olamiz deb tashab qo'yishlik bu xato. Albatta buni keyingi tushish narxini yoki birinchi chiqish narxini aniqlab olishligimiz kerak. Aytaylik, hozir Sui coin'iga $500 investitsiya qildi, ya'ni $1,5ligida. Xo'p, yaqin oylarda kim bilandir hamkorlikni to'xtatdi yoki bozorga salbiy ta'sir qiladigan qanaqadir yengillik chiqdi va coinlar yana tushishda davom etdi. Suining narxi natijada $1 ga tushdi. Xo'p, $1 da biz nima qilamiz? Yana qo'shib olishligimiz kerak. Va birinchi o'rinda zararni ertaroq qoplashlik uchun va foydaga tezroq kirishlik uchun. Investitsiya tartibi mana shu formuladan iborat. Ya'ni bir loyihaga bir marta investitsiya qilib, uni tashab qo'yishlik bu xato hisoblanadi. Ya'ni biz uni har oy analiz qilib, har oy kuzatib turishligimiz kerak. Chunki biz kutmagan holatda bozor o'zgarishligi mumkin. Aytaylik, aynan o'sha loyihani o'zi qisqa vaqtlarda, aytaylik 1 oyda, 3 oyda 1000%, balki 2-3000% gacha, balki 100% ko'tarilishligi mumkin. Mana shu holatda biz foydani vaqtida olib chiqib ketishligimiz kerak. Nima uchun bunday deyapman? Yaqin yillarda Solana'ni kuzatgan bo'lsanglar, XRP'ni kuzatgan bo'lsanglar, 1 yilning o'zida juda katta natija berdi. Ya'ni qisqa vaqtlarda XRP'ni o'zi katta o'sish qildi. Shu bilan birga to'g'ri kelgan coinlarga investitsiya qilinmaydi. Albatta, fundamental analiz qilinadi, texnik coinning holatlariga qaraladi va u loyiha nima ish qiladi? Birinchi o'rinda hukmini aniq qilishligimiz kerak va u loyihani maqsadlarini ko'rib chiqishligimiz kerak. Kelajakda nima ishlar qilmoqchi? Ya'ni Solanaga o'xshagan, XRP'ga o'xshagan, Bitcoinga o'xshagan loyihalar bo'lsa, qo'rqmay oladigan loyihalar deb o'ylayman. Xo'p, keyingi videolarda o'zim sotib olayotgan va o'zim investitsiya qilayotgan loyihalar haqida to'liq ma'lumot berib boraman. 2026-yil siz qaysi loyihalarga investitsiya qilmoqchisiz? Izohlarda yozib keting.